millat fidoyilari. Leytenant Sadinov Sayyor Saidovich 1976-yil 18-noyabr kuni Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. U 1993-yil muddatli harbiy xizmatni o'tagan va shartnoma asosida xizmatni davom ettirgan. 1995-1999-yillarda Toshkent Oliy umumqo'shin qo'mondonlik muhandislik bilim yurtini bitirib, 1999-2000-yillar Qurolli kuchlar safida ofitser sifatida maxsus operatsiyalar batalyonida harbiy xizmatni davom ettirgan. Leytenant Sayyor Sadinov 2000-yil 4-avgust kuni Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida xalqaro terrorchi jangari to'dalariga qarshi jang qilayotgan guruhning so'roviga birinchilardan bo'lib, yordamga yetib borgan. U otishma davom etayotgan hududga yaqinlashib, qo'l ostidagilarga tegishli ko'rsatma bergan, tezkor qaror qabul qilib, jangga kirgan. Shu jarayonda u og'ir yaralangan. Shunga qaramay, jang qilishdan to'xtamagan va jangarilar yakson etilgan. Og'ir jarohati tufayli leytenant Sayyor Sadinov qahramonlarcha halok bo'lgan. Leytenant Sayyor Sadinov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq Jasorat medali bilan hamda 2-darajali shon-sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.